Assalamu alaykum qarindoshlar. Oldingi soat darsimizda biz butun sonlarni qo'shishni va elishni o'rgandik. Bu soatlik darsimizda biz butun sonlarni ko'paytirishni va bo'lishni o'rganamiz. Unda bo'lsa darsimizni boshlashdan burun biz videoning ost qismiga ko'paytirish jadvalini chiqarib qo'ydik. Shuni pishiq yodlab, andan keyin bu darsimizni ko'rishinglarni kuchli tavsiya qilamiz. 1 tang 1 10 kar 10 tang 100 ga qadar pishiq yodlashinglarni samimiy tavsiya qilamiz. Unda bo'lsa ko'paytirishdan boshlaylik. Masalan, birinchi savol qanda 18 ko'paytirilgan 4. Shundaymi? Ikki xonalik songa qanda bir xonalik sonni ko'paytirganmiz. Albatta ko'paytirishda qanda, masalan, men bir narsani dars so'zlashdan burun bir narsani so'zlab qo'yay. Masalan, Turkiyada ko'paytirishni qanda chikit bilan ifodalaydi. Masalan, 2 ko'paytirilgan 3 ni ma'qul shaklda qanda 6 deb yozadi. Shundaymi? Biz buni vatanda qanda ma'qul shaklda yozamiz. Shuningdek, men yana qanda mushu burunqi ko'paytirish usulida yozdim. Unda bo'lsa, masalan, 2 ko'paytirilgan 3 dan 6, shundaymi? 3 ko'paytirilgan 2 dan yana necha? 6. Ko'paytirishda qanda o'rin almashib ketgan bilan qiymat o'zgarmaydi. Shuningdek, 18 ga biz 4 ni ko'paytgan vaqtda biz qanda texnik qulay bo'lish uchun 18 ni odatda qanda ustiga, anondan keyin 4 ni ostiga, ya'ni kichik sonni ostiga yozamiz. Unda bo'lsa 4 kar 8 necha? 32 shundaymi? 32 dan qanda birlar xonasi pastga tushadi. 2 tushdi qanda 3 ko'ngil. 4 kar 1 4, ko'ngillik 3 bilan necha? 7. Javobdan necha? 72. Shundaymi? Ikkinchi savol qarab boqaylik. Ikkinchi savol 39 qanda ko'paytirilgan necha? 8 ekan. Unda bo'lsa, masalan, 39 ko'paytirilgan necha? 8. 8 kar 9 necha? 72 shundaymi? 2 tushdi 7 ko'ngil. 8 kar 3 necha? 24, ko'ngillik 7 bilan necha? 31. Javobdan necha? 312. Ko'ngillikni qat'iy unutib qolmaslik kerak. 3-savol 23 qanda ko'paytirilgan 45. Unda bo'lsa, qaysini ustiga, qaysini ostiga yozsanglar, bo'laveradi. Shundaymi? Qiymat o'zgarmaydi. Men 23 ni qanda ustiga, 45 ni ostiga yozdim. Masalan, 5 kar 3 necha? 15, 5 tushdi 1 ko'ngil. 5 kar 2 qanda 10, ko'ngillik bilan necha? 11. Shundaymi? 4 kar 3 necha? 12. Unda bo'lsa, 12 dan 2 tushdi 1 ko'ngil qoldi. Men bu 2 ni nega yozishim kerak? 2 ni qanda mayaga yozamiz. 4 kar 3 12 qanda 2 tushdi 1 ko'ngil, 4 kar 2 8, ko'ngillik bilan necha? 9. Unda bo'lsa, men buni ko'paytib oldim. Undan keyin mayada qanday qilamiz? Ikkinchi qadamda qo'shimiz. Shundaymi? 5 ga qo'shadigan narsa yo'q. 5 shu pet keldi. 1 ga 2 ni qo'shsam necha? 3. 1 ga 10 ni 9 ni qo'shsam-chi 10. Shundaymi? Javobdan necha? 1035. Shundaymi? Bir narsaga diqqat qilish kerak. 4 kar 3 qanda 12, 2 tushgan vaqtda hargizmi qanda 5 dan ostiga yozmaymiz. Bu xuddi qanda bir pashtaqa o'xshash, mushta shaklda chiqdi. Ya'ni mayalik qanda 115 dan 10lar xonasining ostiga yozamiz. 4-savol savolimizni davom qilaylik. 94 ko'paytirilgan necha? 56. Ikki xonalik songa ikki xonalik sonni ko'paytirganmiz. Yana bir ko'raylik shu qoidasini. 94 ni yozdim, ko'paytirish shundaymi? 56. 6 kar 4 necha? 24 shundaymi? Keyingi birlar xonasidan boshlaymiz. 6 kar 4 24, 4 tushdi 2 ko'ngil. 6 kar 9 necha? 54. Ko'ngillik 2 bilan necha? 56. 5 kar 4 necha? 20. 0 tushdi 2 ko'ngil shundaymi? 0 ni mayaga yozdik. 2 ko'ngil. 5 kar 9 necha? 45, ko'ngillik 2 bilan 47. Qaranglar. Udul yozdim. Shundaymi? Unda 4 ga qo'shadigan narsa yo'q. 4 shu pet keldi. 6 ga 0 ni qo'shsam necha? 6. 5 ga 7 ni qo'shsam-chi 12, 2 tushdi 1 ko'ngil. Shundaymi? Unda bo'lsa 4 ga qo'shadigan narsa bormi? Yo'q. Ko'ngildagi 1 bilan necha? 5. 5200 qanda 64. 5-savol. 84 ko'paytirilgan 70 ekan. 84 ko'paytirilgan necha? 70. Unda bo'lsa, buni mishaga yozay. 84 ko'paytirilgan necha? 70. 0 ga 4 ni ko'paytirganmiz. Unda bo'lsa, 0 ga 2 ni ko'paysak necha? 0. 0 ga har qanday sonni ko'paysak necha bo'ldi? 0 bo'ldi. Buni qat'iy esimizdan chiqarmaslik kerak. 0 ga 4 ni ko'paysam necha? 0. 0 ga 8 ni ko'paysam necha? 0. Shundaymi? 7 kar 4 necha? 28. 8 tushdi 2 ko'ngil.
7 kere 8 neçe? 56. Köngüldeki 2 bilen 58. Qarayla. 0'ga qo'shilgan narsa yo'q, shub o'tib keldi. 0'ga 8 ni qo'shsam 8. 8'ga qo'shilgan narsa yo'q, shub o'tib keldi. 5, shub o'tib keldi. 5880. 5800 qanda 80. Unda olsa bu tipdeki sualni qanda texmi asan işlashning bir yo'li bor. Men qanda 84 ga 70 ni ko'paytmay, 84 ga qanda 7 ni ko'paytsam. Shundami? 84 ga 7 ni ko'paysam, 7 kere 4 28, shundami? 8 tushdi 2 ko'ngil, 7 kere 8 necha? 56, ko'ngildagi 2 bilan necha? 58 bo'ldi. 84 ga 7 ni ko'paysam 588 chiqdimi? Keyindagi ma'bir 0 ni qanda akab qo'yamiz. Nima degan gap? Masalan, 10 ko'paytirilgan 20 deydigan bir savol bo'lsa, ma 2 0 ni qanda qaramay turib 1 kere 2 necha? 2. Miyada 1 0 bor ekan shundami? Akab qo'ysam nima bo'ldi? Bu texman bizniki savolni ishlashningki qanda bir yo'li. 6-savol qarab boqaylik. 6-savol 263 ko'paytirilgan qanda 485 ekan. 3 xonalik songa 3 xonalik sonni ko'paytirgan mana shundami? Unda bo'lsa, qaysi bekroq cho'ng? 485 cho'ng. Shunlashqa men qanda ustiga yozay. Texmi qanda bo'ldi? Qulay bo'ldi. 485 ko'paytirilgan 263. Shundami? Unda bo'lsa, nereden boshlaymiz? Astidagi sonning qanda birlar xonasidan. 3 kere 5 necha? 15, 5 tushdi 1 ko'ngil. 3 kere 8 necha? 24 ko'ngildagi bilan 25, 2 ko'ngil. 3 kere 4, 12 ko'ngildagi 2 bilan necha? 14. Tamam. Men 3 ga qanda 485 ni ko'paytib oldim. 1455 chiqdi shundami? Endi navbat qaysiniga keldi? 6 ga keldi. 6 kere 5 30, 0 tushdi qanda 3 ko'ngil. 6 kere 8 48, 3 bilan 51 qanda 5 ko'ngil shundami? 6 kere 4 24 ko'ngildagi 5 bilan 29. Ko'paytib oldimi? Yo'q. Qanday bu yerda bir 2 qolib qoldi shundami? 2 kere 5 necha? 10. Unda bo'lsa 0 tushdi 1 ko'ngil. 0 ni nega yozamiz? Mayaga yozamiz. 2 kere 8 16, ko'ngildagi 1 bilan necha? 17, 7 tushdi 1 ko'ngil shundami? 2 kere 4 8, ko'ngildagi 1 bilan 9. Endi qanday qildik ikkinchi qadamda? Asti-usti qo'shdik shundami? 5 ga qo'shiladigan narsa bormi? Yo'q, shu payt keldi. 5 ga 0 ni qo'shsam qanday? 5, 4 ga 1 ni qo'shsam 5, 0 ni qo'shsamchi yana 5 shundami? 1 ga 9 ni qo'shsam 10, 10 ga 7 ni qo'shsam 17, 7 tushdi 1 ko'ngil, 2 ga 9 ni qo'shsam 11, ko'ngildagi 1 bilan qanday? 12. Unda bo'lsa, 3 xona ayirib o'qsa qanda birlar, onlar, yüzler, minglar, 10 ming, 100 ming. Shundami? 127.555 chiqdi. Bir narsani ta'kidlab qo'yay, ko'rdingmi? 3 ga ko'paytdim oldi bilan, anondik başta 3 ga ko'paytdim, anondikin 6 ga ko'paytdim, anondikin qanda 2 ga ko'paytdim men ustidagi 485 ni. Yozgan vaqtda qanda xuddi bir pashtaxtda tushilgan shundami? Qat'iy manualni 5 dan ostiga, manualni kelib qanda 10 ning ostiga yozib qo'yishga qat'iy bo'lmaydi. Hisob xatolik kelib chiqdi. Bundan qat'iy saqlanish kerak. Javob necha bo'ldi? 127 ming, shundami? 555. Unda bo'lsa, eng oxirgi savol. 7-savol. 654 ko'paytirilgan necha? 789 ekan. Ya'ni 3 xonalik songa qanday? 3 xonalik sonni ko'paytirganmiz. Men bu yerga yozay. 789 ko'paytirilgan qanda 654. Qarasanglar men qanday qildim? Cho'ng sonni ustiga yozdim. Texmi qulay bo'ldi. 4 kere 9 necha? 36, 6 tushdi qanda 3 ko'ngil. Shundami? Anda bo'lsa 4 kere 9 36, 6 tushdi 3 ko'ngil. 4 kere 8 qanda 32 ko'ngildagi 3 bilan necha? 35, 3 ko'ngil. 4 kere 7 28 ko'ngildagi 3 bilan necha? 31. Endi navbat qaysini keldi? 5 ga. 5 kere 9 45, 5 tushdi 4 ko'ngil. 5 kere 8 40, ko'ngildagi 4 bilan necha? 5 kere 9 45, baytin 5 tushdi 4 ko'ngil qoldi shundami? 5 kere 8 qanday? 40, ko'ngildagi 4 bilan 44, 4 tushdi yana 4 ko'ngil. 5 kere 7 35, ko'ngildagi 4 bilan necha? 39. Shundami? 6 kere 9 necha? 54. Unda bo'lsa 4 tushdi qanday? 5 ko'ngil. Shundami? 54 degan bir sondan birlar xonasi pastga tushdi, onlar xonasicha ko'ngilda qoldi mana. 6 kere 9 54, 4 tushdi 5 ko'ngil. 6 kere 8 qanday? 48, ko'ngildagi 5 bilan necha? 53, 5 ko'ngil. 6 kere 7 qanday? 42, ko'ngildagi 5 bilan 47.
Unda bo'lsa 6 ga qo'shadigan son yo'q shundami? 6 shu pet keldi. 5 ga 5 ni qo'shsamchi 10, 0 tushdi, 1 ko'ngil. 1 ga 4 ni qo'shsam 5, 4 ni qo'shsamchi 9, ko'ngilniki 1 bilan 10. 0 tushdi, yana 1 ko'ngil. 3 ga 9 ni qo'shsam 12, 3 ni qo'shsam 15, ko'ngilniki 1 bilan 16, 6 tushdi, 1 ko'ngil. 3 ga 7 ni qo'shsam 10. Shundami? Ko'ngilniki 1 bilan 11, 1 tushdi, 1 ko'ngil. 4 ga qo'shadigan son yo'q. Ko'ngilniki 1 bilan necha? 5. 3 xona arasam qanday bo'ldi? 516.006 chiqdi. Shundami javob? 516.000 qanda 6. Unda bo'lsa biz ko'paytirishni qanday? Masalan, 2 xonalik songa, 1 xonalik sonni, 2 xonalik songa qanday 2 xonalik sonlarni, 3 xonalik sonlarga 3 xonalik sonlarni ko'paytirishni o'rgandik. Biz mishagicha o'rgansak bo'ldi. Unda bo'lsa nayt oddiy savoldan birini yozay do'stlar. -8 ko'paytirilgan qanda 6. Agar bizga 8 ga 6 ni ko'paytiring degan bo'lsa 48 chiqibdi shundami? Unda bo'lsa -8 ga 6 ni ko'paysak necha chiqadi? Balki buni biladiganlar bo'lishi mumkin. Men javobni deb beray qanda -48. Unda bo'lsa biz navbatda qanda manfiy sonlarga musbat butun sonlarni, ya'ni manfiy butun sonlarga musbat butun sonlarni ko'paytirishni ko'ramiz. Biz bayatdan -8 ga 6 ni ko'paytib qanda -48 chiqardik shundami? Unda bo'lsa manfiy butun sonlarga musbat butun sonlarni qanday ko'paytimiz? Buning ko'paytirishning qoidasi bor shundami? Men bu yerga yozay boshda qoidasini. Musbat butun sonlarni men qanda plus bilan ifodalay. Musbat butun sonlarga musbat butun sonlarni ko'paysam musbat butun son chiqadi. Ya'ni qanda plus shunami? Ko'paytirilgan plus tan qanda plus yozdim. Unda bo'lsa musbat butun sonlarga manfiy butun sonlarni ko'paysam qanda manfiy butun son chiqadi. Manfiy butun sonlarga qanda musbat butun sonlarni ko'paysam yana manfiy butun son chiqadi. Anondan keyinchi manfiy butun sonlarga manfiy butun sonlarni ko'paysam qanda musbat butun son chiqadi. Ya'ni bizning matematikada qanda plus yoki minus qanda plus deydigan bir gapimiz bor qisqartib bilan. Unda bo'lsa bir tal minus, bir tal plus yoki bir tal plus, bir tal minus kelib qolganda qanday bo'lar ekan? Minus chiqadi ekan. Shunda men qanday bir o'rnak beray. Masalan, 2 ko'paytirilgan 4 tang necha bo'ldi? 8. Unda olsa savol keldi. Ma'lum bu yerdagi 2 degan plusmi? Albatta, qanda bu musbat butun son. Biz matematikada qanda plus 2 deb yozmaymiz. Amaliyotda plus 2 degan 2 ga tang hech qanday farqi yo'q. Shunlashqa biz oldidagi plusni yozib o'ltamaymiz. Unda olsa plusga minusni ko'paytirganmiz, ama musbat songa manfiy sonni ko'paytirganmiz. 2 ko'paytirilgan qanda -4 yozdim. Javob necha bo'ldi deb so'ranglar? -8. Unda olsa -2 ga qanda 4 ni ko'paysam necha bo'ldi? -8. Minusga minusni ko'paytirib plus chiqadi ekan. Ha, unda bo'lsa -2 ko'paytirilgan -4 tang necha? 8. Bir narsaga diqqat qilgan bo'lsanglar, men bu yerdagi minusning oldiga qanday oldi keyiniga -4 ni oldi keyiniga tirnoq qo'yib qo'ydim shundami? Chunki matematikada qo'shish, elish, ko'paytirish, bo'lish deb 4 amal bor. 2 amal qanday arqa-marqa kelinmaydi. Ya'ni bu yerdagi -4 bu. Shunlashqa buni qanday bir tirnoqning ichiga elib qurshab qo'yishim kerak. Unda bo'lsa, nayt oddiy savoldan birini ishlab o'tib ketaylik. Bir örnek. -68 ko'paytirilgan necha? 75 ekan. Biz bayatdan butun songa butun sonni ko'paytirishni o'rgandik. Hozir qanda manfiy butun songa musbat butun sonni ko'paytirganmiz. Shundami? Minusga plusni ko'paysam nima chiqadi? Minus chiqadi. Quyitib, andan keyin qanda 68 ga 75 ni ko'paysak bo'ldi. 5 kare 8 necha? 40, 0 tushdi, 4 ko'ngil. 5 kare 6 qanda 30 ko'ngillik 4 bilan 34 shundami? 7 kare 8 56, 6 tushdi 5 ko'ngil, 7 kare 6 42 ko'ngillik 5 bilan 47. Javobdan necha? 0 ga qo'shilgan narsa yo'q. 0 4 ga 6 ni qo'shsam 10, 0 tushdi 1 ko'ngil, 3 ga 7 ni qo'shsam 10 ko'ngillik bilan 11 1 ko'ngil. Shundami? 4 ga qo'shilgan narsa yo'q, ko'ngillik bilan 5. 5100. -5100 degan gap. Agar moyadagi 75 -75 bo'lib qolgan bo'lsa qanday bo'ladi? Minus qanday? Plus shundami? Yoki plusni yozmasak ham bo'ldi. 5100 chiqqan bo'ldi javob. Ko'paytirish misal oxirlashda biz navbatda qanday bo'lishni ko'ramiz.